Qanaqa qilib oddiy o'qituvchi xalqaro darajadagi ekspertga aylanadi? Siz bu to'g'risida hiç o'ylab ko'rganmisiz? Barchaga assalomu alaykum. Meni ismim Gulbadam Begim va bugun наконец-таки va'da bergan mavzuyim to'g'risida sizlar bilan gaplashmoqchiman. Bilaman, oranglarda bu temaga qiziqayotganlar juda ham ko'p. Chunki xohlaysizmi yo'qmi karyerni rivoj qilgis kelsa, bu mavzuga hamma narsa taqaladi. Ya'ni PhD. Doctor of Philosophy. Qisqartirib aytsak, PhD. Bu o'zi nima va nimaga o'qituvchilarni shu darajada qiynaydi? O'zbekcha ma'nosi falsafa doktori. Lekin bu faqat falsafa emas, balki turli sohalarda ilmiy daraja hisoblanadi. PhD bu magistraturadan keyingi bosqich bo'lib, mustaqil ilmiy ish olib borasiz. Yangi g'oya, yangiliklar, ilmiy sohaga oid barcha yangiliklarni yaratasiz. Dissertatsiya yozasiz va uni himoyasiga chiqasiz. O'qituvchilarga bu o'zi nima beradi? Siz oddiy o'qituvchi darajasidan ekspert darajasiga o'tasiz. Universitetda faqat bakalavr emas, magistrlarga ham dars o'ta olasiz. Har xil xalqaro konferensiyalarda maqolalar chop etib, o'ta qatnashsangiz bo'ladi bemalol. Va albatta bu karyerni rivoj qilishga yordam beradigan bitta pog'onalardan biri. Va eng muhimi, siz faqat bilim bermaysiz, siz bilim yaratasiz. Ilmiy ish boshlashdan oldin o'zingiz uchun eng optimal variantini tanlab olishingiz kerak. Ilmiy ishda ikkita yo'nalishda ketsanglar bo'ladi. Birinchisi bu tayanch doktorantura, ikkinchisi mustaqil izlanuvchilik. Har bittasini o'ziga yarasha pluslari va minuslari bor. Tayanch doktoranturadan boshlasak. Tayanch doktoranturada siz 3 yil mobaynida talaba bo'lib, stipendiya olib, o'qib, o'z vaqtida hujjatlarni topshirib, shu 3 yil ichida zashitaga chiqasiz. Plus taraflari ular 3 yil mobaynida как talaba bo'lib, полноценно o'qishadi va shunga yarasha stipendiya olishadi. Minus tarafi, agar shu 3 yil mobaynida siz ilmiy ishingizni yo'qlolmasangiz, vaqtdan, kerakli joylardan hujjatlarni to'ldirib, imzolata olmasangiz, shu 3 yil mobaynida olgan stipendiyangizni qaytarib berishingiz kerak bo'ladi. Bu majburiy. Va ikkinchi yo'nalish bu mustaqil izlanuvchilik. Mustaqil izlanuvchilikka asosan ishlaydigan xodimlar tanlashadi, chunki ularni o'zini ish joyi bor, tayinli. Plus tarafi, sizlarni hech kim o'tda orqanglardan quvib yurmaydi. Masalan, tayanch doktoranturaga kirsangiz, o'tda o'zini juda ham qattiq deadline'lari bo'ladi. Shu vaqtga topshirishing kerak, agar topshirmasang, o'ziga yarasha choralar ko'riladi. Mustaqil izlanuvchilikda unaqa emas. Qachon tayyor bo'lsangiz, qachon ko'nglingiz xotirjamda, men uveriman desangiz, shundagina topshirasiz. To есть o'tda unaqa juda ham qattiq deadline'lar yo'q. No, minus tarafini aytsak, o'tda stipendiya to'lanmaydi, hech kim sizni nazorat qilmaydi, siz o'zingizga xon, o'zingizga bek bo'lasiz. Va agar sizda mana bu intizomlik, tartib intizomlik rivojlanmagan bo'lsa, juda ham qiyin bo'ladi. Chunki bunaqa insonlarda tepasida kimdir turmasa, ular yurishaveradi shunaqa 10 yil, 5 yillab ilmiy ish yozmasdan, zashitaga chiqmasdan yurishaveradi. Shuning uchun o'zingiz xarakteringizni kelib chiqib, tanlab olishingiz kerak. Sizga tayanchda osonroqmi, agar kimdir sizni nazorat qilib tursa, kimdir sizga yo'l yo'rig'ini ko'rsatib, prям mana shu vaqtgacha topshirishing kerak desa, ishlamasdan polностью o'zingizni ilmiy ishga topshirganingiz, bag'ishlaganingiz yaxshiroqmi yoki mustaqil izlanuvchi bo'lib, hech kim sizni bezovta qilmasa, bemalol ishdan keyin bo'sh vaqt topib, choy poylarni damlab ilmiy ish yozganingiz yaxshimi? Faqat shu minus plus taraflarini yaxshilab o'ylab ko'rishingiz kerak bo'ladi. O'zim uchun eng optimal variant deb mustaqil izlanuvchilikni tanlaganman. Chunki asosiy ishim bor, uy, bola chaqa, fizически sal qiyinroq bo'lardi. Darslarga qatnab yurish, ular определенный vaqt qo'yishadi. Shu vaqtga kelmasangiz, конечно, bunga nisbatan choralar ko'riladi. Va уже asosiy ishim bo'lgani uchun men o'tdan bo'tga fizически ulgura olmasdim. Shuning uchun ilmiy ish boshlashdan oldin обязательно o'zingizlarga optimal variantlarni ko'rib chiqinglar. Qaysi variant sizlarga yaxshi? Masalan, sizlar полностью vaqtinglarni, kuninglarni shu ilmiy ishga bag'ishlashga tayyor bo'lsanglar, конечно, tayanch doktorantura sizlarga eng optimal variant. O'tda stipendiya to'lanadi,
sizlar bemalol talaba sifatida o'qib yurasizlar, hech kim sizlarni давай ish qidir deb bezovta qilmaydi lishniy раз. Agar yo'q, man ishlamoqchiman, ped stajimni oshirmoqchiman, no parallelniy ilmiy ishimni davom ettirmoqchiman desanglar, unda sizlarga shu mustaqil izlanuvchilik самый optimalniy variant hisoblanadi. O'zi ilmiy ish shunchalik zararmi, shunchalik muhimmi deb so'rasanglar, muhim. Agar sizlar ishinglarni universitetda davom ettirmoqchi bo'lsanglar, aynan shu bakalavr, magistraturada dars o'tmoqchi bo'lsanglar yoki shu ilmiy salohiyatinglarni oshirmoqchi bo'lsanglar, men ilmiy yo'nalish bo'yicha ketmoqchiman desanglar, shu mas'uliyatni bo'yninglarga olishdan qo'rqmasanglar, конечно, ilmiy ish boshlaganinglar sizlar uchun juda ham yaxshi. Agar yo'q, men maktabda ishlayman yoki o'quv markazlarida ishlayman desanglar va shu variant sizlarga eng optimalniy bo'lsa, o'zinglarni hayotinglarni ilmiy yo'nalishda ko'rmasanglar, то, конечно, sizlarga doktorantura, даже magistratura ham kerak emas. Bemalol bakalavr diplomi bilan har xil kurslar o'tsanglar bo'ladi, или же maktablarda, bog'chalarda dars o'tsanglar bo'ladi. Это вообще не проблема. То есть doktorantura bu уже konkretno shu yo'nalishga chuqur kirib ketishga tayyor bo'lgan insonlargina boshlashadi ilmiy ishni. Ko'pchilik pulga qiziqib, menga nadbavka qo'shiladi, oyligim oshadi deb bu ishni boshlaydi. Lekin maqsadi faqat pul bo'lgani uchun ular oxirigacha olib bora olmaydi. Shuning uchun maqsadinglar faqat pul atrofida bo'lmasin, shire qaranglar. Men aynan bitta temani tanlaylar, qaysi temaga sizlar ko'proq qiziqasizlar va shu temani chuqurroq yoritib berishga harakat qilinglar. Qayerdandir ko'chirib olib emas, kimdir fikrini перефразировать qilib emas, aynan o'zinglar nimadir kiritishga harakat qilinglar. Faqat shu maqsad bilan ishni boshlasanglar, rostdan shu ishga qiziqib, ichinglardan yonib boshlasanglar shu ishni, точно Xudo xolasa 2-3 yilda защитаga chiqasizlar. Agar shunchaki pul uchun yoki status uchun qiziqib kirgan bo'lsanglar, конечно, sizlarda motivatsiya вообще bo'lmaydi va ming o'tda kimdir talab qilsin, kimdir ustinglarda tursin, davom ettirish juda ham qiyin bo'ladi. Men o'zim lichno ko'rganman, nechta mustaqil izlanuvchilarni, tayanch doktoranturada o'qiydiganlarni 5 yil, 10 yil bo'ldi, hali ham защитаga chiqishmagan. Shuning uchun ilmiy ishga maqsad qo'ydinglarmi, maqsadinglar aniq bo'lsin va faqat pul atrofida yoki nadbavka, status atrofida bo'lmasin. Doktorantura, magistraturadan keyingi ta'lim bo'lganligi uchun, demak, sizlar shu paytgacha qaysidir yo'nalishda kurs ish yozgansizlar, magistrskiy yozgansizlarda, diplom ish yozgansizlar. Demak, qaysidir sohada sizlarda qiziqishinglar bor. Shu barcha mavzularni nima объединять qilayotganini topinglar-da va shu yo'nalish bo'yicha bitta mavzu tanlab, ilmiy rahbar topib, o'zinglarga biriktiringlar. Universitetga borib, har bitta etaplarni qanaqa qabul bo'ladi, nima hujjatlar kerakligi agar sizlarga qiziq bo'lsa, обязательно kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar sizlarga реально интересно bo'lsa, men video yozib beraman, qanaqa hujjatlar kerak, qayerga nima topshirish kerak. Chunki bilasizlar, tayanch doktoranturaga 1 yilda 1 marta qabul bo'ladi, mustaqil izlanuvchilikka har chorakda, то есть 1 yilda 4 marta topshirish imkoniyati bo'ladi. Hujjatlar yig'ishga, imzolar yig'ishga tayyor turinglar. Busiz umuman iloji yo'q. Va обязательно maqolalar, tezislar, ularni ham men aytib beraman. Agar sizlarga реально интересно bo'lsa, tayanchga qancha maqola, tezis kerak, mustaqil izlanuvchilikka qancha maqola va tezislar kerak, qaysi jurnallarda, shu hammasi интересно bo'lsa, обязательно yozinglar. Men sizlarni qiziqishinglarga qarab уже более подробно yoritaman. Просто hozir men sizlarga sal bo'lsa ham tushuncha bermoqchi edim. Sizlarga osondek tuyulgani bilan, lekin buni ichiga sho'ng'ib ko'rsanglar, bilasizlarki, нескончаемый поток vazifalar, topshiriqlar, o'tga bor, uni topshir, buni topshir. Men mustaqil izlanuvchi bo'lganim bilan уже mana nechta minimumlar topshirdim. Angliyskidan, spetsfandan. Bular hammasi nervotrepka, tayyorgarchilik, uyqusiz kunlar, tunlar, xullas asablar rosa ketadi. Agar shunga реально tayyor bo'lsanglar, yo'q, да, men уверенman, shunga tayyorman desanglar, to go. Va yana bitta narsaga moralni tayyor turing, to, что sizni hujjatingizni bittada qabul qilishmaydi.
nechta случайlar bo'lgan, rad etilgan, asoslantirib berishgan, nimaga rad etishgan, qaysidir jurnaldagi maqola yoqmagan, nimadir antiplagiati chiqib kelgan, nimadir bo'lganki, hamma hujjatlarni qaytarib yuborishgan. Bu degani, yana keyingi chorakka kutasiz topshirish uchun, agar mustaqil izlanuvchi bo'lsangiz. Agar tayanch doktorantura bo'lsangiz, yana 1 yil kutasiz degani. Поэтому shu narsalarga tayyor turinglar. То есть mustaqilga topshirdim, mani srazu qabul qilishadi deb o'ylasangiz adashasiz. Даже mustaqil izlanuvchilarni ham nechtasini qaytarib yuborishgan. O'zim bilan nechta tanishlarim topshirgan, ikkitasini hujjatini qaytarib yuborishgan, chunki qaysidir maqolasi yoqmagan, bittasida mehnat daftarchasida qaysidir xatolik ketganmi, xullas, I don't know. No, fakt то, что hujjatlar qaytarilgan va ular hozir boshqatdan hamma hujjatlarni yig'ib yurishibdi topshirish uchun. Bu soha bo'yicha man sizlarga unaqa super maslahatchi bo'la olmayman, chunki o'zim ham ilmiy ishimni endi boshlaganman. No, shu paytgacha ozmi ko'pmi tajriba orttirdim. Aynan mani hujjatlarimni bittada qabul qilishdi, to есть qaytarib yuborishgani yo'q. Ya'ni mani tezis va yozgan maqolalarim ularga yoqgan va ular srazu qabul qilishgan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, 2 ta minimum topshirdim. Angliyskiy va o'zimni spets predmetimdan, pedagogikadan. Ulardan ham 5 baho bilan, endi 5 baho deyman, 96-93 ball bilan o'tib keldim. Xudoga shukr, hammasi paka yaxshi. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin deb qo'yib. Hammasi paka yaxshi. Shu etapgacha bo'lgan savollar sizlarni qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol so'rasanglar bo'ladi. Jon deb yordam beraman. No, agar sizlar dissertatsiya yozish, защитаga qanaqa qilib chiqish kerakligi bo'yicha savollar bo'lsa, bu bo'yicha hali sizlarga maslahat berishga tayyor emasman. Xudo xolasa tayyor bo'lib qolaman va обязательно o'shanda sizlar bilan bo'lishaman. А пока что мы имеем то, что имеем, да? Va agar sizlar rostdan ham shu ilmiy ishni qaror qildim boshlashga degan bo'lsanglar, man sizlarga omad tilayman. От всей души. Maqsadinglarni to'g'ri qo'yinglar, niyatinglarni chiroyli qilinglar va eng muhimi sabrli bo'linglar. Hamma narsani tez bittada hal qilaman deb umidvor bo'lib yurmanglar. То есть реалистично qaranglar bu hamma narsalarga. Qayerdadir o'xshamay qolsa, qayerdadir nimadir bo'lib qolsa, ranjimanglar. Всё приходит с опытом. Поэтому я вам всем желаю удачи. Agar qanaqadir qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozsanglar bo'ladi. Qo'limdan kelgancha barchasiga javob berishga harakat qilaman. И до скорой встречи. Всем пока.